Devni yengan o'zbek o'g'loni, marhamatsiz oldin tomosha qiling. Ha do'stlar, bu sportchimiz sumochi o'zbek o'g'loni Mahmud Ermuhammedov. U final bahsida o'zidan 173 kilogramm og'irlikdagi del sifatni yengib, tengsiz ekanini isbotladi. Qaysi sport turiga qaramaylik, hamma joyda o'zbek o'g'lonlarini g'alabasini biz kuzatamiz. Chunki bizning o'zbeklarimiz faqat g'alabaga loyiq. Do'stlar, agar farzandlarimiz bo'sh yurgan bo'lsa, hozirdanoq siz sportni qaysi turi bo'lishidan qat'iy nazar tezroq biz sportga bolalarimizni topshirishimiz kerak. Chunki ular sport ustasi bo'la olishmasa-da, ular